alayhissalom kirsalar, bir ayol qabr quchoqlab yig'lab o'tirgan ekan. Sochini yoyib qabr quchoqlab yig'lab o'tirgan ayolga qarab, "Turgin, ey ayol, chiqqin bu yerdan" dedilar. Haligi ayol zarda bilan qaradi-da, "Bolang o'lsa bilarding-a" dedi. Payg'ambarim alayhissalomni tanimadi. Payg'ambarim alayhissalom yerga qaradilar, biroq og'iz so'z demay yo'llarida davom etdilar. Orqalarida sahobalar aytdi: "Ey ayol, Allohning qahriga uchraysan. Payg'ambarga ham shunaqa qo'pol so'zni aytasanmi? Xudoning la'nati kelib qolmasin senga." Dedilarki, "Bular payg'ambarmidilar?" deb yig'ladi ayol. Ertasi kuni hujralariga poylab turib kirib keldi. "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, kecha sizni tanimayman, uzr, men bor uzr. Meni qabristondan chiqqin dedingiz. Lekin qalbimga qarangki, bergan Xudoning sinov va musibati hamin qadar edi. O'shani sig'dira olmay qabrda o'tirdim, achchiq ustida aytvorman" dedi. "Kiming yotibdi?" dedilar. "Bolam yotibdi" dedi. "Bolamni qabrga qo'yganman, farzand dog'i yurak bag'rimni yondirib tashladi" dedi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom qarab turib haligi ayolga aytdilar: "Uying bormi?" dedilar. "Bor" dedi. "Ichkari uyingga kirib ibodat qil, ey ayol. Qabrni ustida qilgan ibodatingdan darajasi 27 daraja ulug'roq bo'lgan savob bo'ladi. Bolangga ham, o'zingga ham" dedilar. Qabristonga erkaklarni ko'proq borishiga amr qildilar. Bitta qabristonni ko'zingiz oldiga keltirib ko'ring-a. Bu dunyoda bitta darchadan mo'ltirab o'tirib keldingmi bolam, didoringni sog'indim deydigan onani bitta ko'zingiz oldiga keltiring. Ovqati bor, oshi bor, qonni to'q, eli butun, lekin didoringizni sog'inadi. Qarigandan keyin ozginaginachiroq, ozgina yig'loqroq bo'lib qoladi onalarimiz. Oborib ko'mganimizdan keyin ham bir masjidga kirib, nabaramiz, o'g'limiz juma namozini o'qisa-yu, orqasiga dast qayrilib, namoz jumadan masjiddan chiqib ketsa, masjidning yonida yastanib yotgan qabristonda onalar mana shunday qarab turisharkan orqalarida. Xuddi tirikday onalarning ruhi qator terilib, otalar, buvalar, buvilarning ruhi qarab turar ekan. Masjidga keldingiz, ibodatni ado etdingiz-u, qabr boshiga kelib bir kalima Qur'on o'qishga yaramadingiz bolam deb aytilar ekan. Bu dunyoda qanday kutsa, intizor bo'lsa, lahatda ham shunday tepasiga bir qora ko'z kelishiga, jigaridan, avlodidan kimdir kelib duo qilishiga intizor bo'lib yotar ekan. Bitta o'qigan Qur'oningiz otangizni o'sha kuni chiqib ketib qabriga chiroq yongani bo'lar ekan. Tafakkur qiling, oila bir kalima Qur'onga intizor qilib olganlar bor. Yillab bir kalima Qur'on o'qib yo'qlamaydiganlar bor. Nomard farzand, onam hadeb tushimga kiradi deydi bir joyda bir ayol. Hadeb tushingga kirsa Qur'on o'qiysanmi deb so'rasam, "Ha, Qur'on o'qiydigan kuni o'qiyman" deydi. Ya, shuncha ilm olib bilmagan ekanmiz. Qur'on qaysi kuni o'qilar ekan? Siz payshanba kuni deydi. Onang seni faqat payshanba kuni emizarmidi? Yo, har kuni deydi. Otang faqat payshanba kuni non ko'tarib kelib yediramidi? Har kuni deydi. Bir kechada 7 marta ingrasang, 7 marta turib tayini tozalagan. Qo'lini suqib najasingdan biron marta yirganmagan. Dunyolarda hamma kechib ketsa ham meni bolam deb turib aybingga qalqon bo'lgan onangga bir haftada bir marta intizor qilasanmi? Uyini supurib bo'lib, bir pas tin olib 5 daqiqada o'qib qo'y. Qozonga oshingni damlab qo'yib, dam yeguncha 5 daqiqa oshxonada o'tirib o'qib qo'y. Ana o'sha kuni chiqib ketib chirog'i yonadi onangni. Zulmatda yotmaydi, qabri zimiston bo'lmaydi. "Oh, Allohga shukr, ey qabrim uyimdan munavvar, uyimdan fayzli" deb yayrab yotadi. 5 daqiqa vaqtimiz ketadi-yu, shunga ham ayimiz. Lekin dunyoning mashmashasidan, dunyoni qarangki nimasidan ayriladi. Ko'chaga chiqib nevarani tizzasiga olib soatlab gap sotsa gap sotadiki, bir kalima Qur'onga haftalab qo'li tegmaydi. Payshanba kuni bo'lganda esiga tushib qoladi. Bugun payshanba ekan, bitta holva tarqilib, bitta Qur'on o'qib qo'yay deydi. Demak, shunchalik ojizligimizni bilib o'rishimiz kerak ekan. Payg'ambarim alayhissalom xonadonlariga kirib keluvdilar. Ummu Salama radhiyallohu anha onam yig'lab o'tirganlarini ko'rdilar. "Ey Ummu Salama, bugun otangizni azasiga necha kun bo'ldi?" dedilar. Otalarini ko'mgan ekanlar. "Hozir asr namoziga azon etsa 3 kun tugaydi" dedilar. "Darrov ko'zingizga surma torting, sirg'alaringizni taqib oling, azangizni tugagani bilinsin" dedilar. Ummu Salama onam hayotlarida surma qo'ygan xotin bo'lmagan ekanlar, dugonalardan surma so'ratib keldilar. Ko'zlariga surma tortdilar, quloqlariga sirg'a taqdilar-da, "Alloh o'zing beruvding, o'zing olding, 3 kunlik azam tugadi" dedilar. Hovliga chiqib ish qilib yuruvdilar. Pas-pas bo'lar ekan, u paytdagi devorlar, ko'chadan o'tib ketayotgan ayollar hovlida yurgan Ummu Salama onamni devor oshib ko'zi tushdi, nazari tushdi-da, "Ya, Ummu Salamani ko'ziga surma tortilibdi, azasi tugabdi shekilli" deyishdi. Shunda Payg'ambarim alayhissalom chiqib jamoatga e'lon qildilar. Qaysi xotin otasini ko'madimi, onasini ko'madimi, jigaridan ayriladimi, farzandidan ayriladimi, 3 kunlik azaga rozi bo'lib, 3-kundan keyin ko'zini qarangki surma bilan bo'yab, qulog'iga ziragini taqib, azasini tugaganiga rozi bo'lsa, qiyomat kuni mening shafaatim unga vojib bo'lsin dedilar. Ya'ni tumonat xaloyiq ichidan o'zim jannatga yetay deyman deb va'da berdilar. Bir vaqtda biz bilamiz, 1 yilgacha ko'k kiylarda 4-5 ta ayol o'tib ketsa, bir xonadonni opa-singillari bo'lardi. 1 yilgacha otasi o'lsa, onasi o'lsa, hatto yozgi kuni ham qora paypoq kiyib, ko'k ko'ylak kiyib yurardi. Demak, bu jaholiyatni davridan qolgan narsa ekan. Arab ayollari 1 yilgacha chochini taramas ekan. Azasini belgisi hisoblanar ekan bu.
bitlab ketarkan 70 darajali issiqda. Mana shu qarangki 70 darajali issiqda qarab bo'lmas ahvolga kelib qolar ekan. Qancha ayol qo'rqinchli ahvolga tushsa, shunchalik azani qoyil maqom tutayotgan ayol hisoblanar ekan. Bir kuni bir joyga borsang, eshikdan 4 ta qiz kirdi, ovoz solib yig'laydiki, ehsonda o'tiramiz, endi kelib bitta duo qildik. Duo atlab 4 ta qiz yig'lasa nima ekan dimiz-a? Butun o'yi boshlariga ko'tarib tashlashdi. Hadisingiz eshitmaydi, hadisingiz eshitmaydi, bir kalima Qur'onni yangratib o'qib bordik. Qur'on bor joyda sokinat farishtalar tushadi, sokinlik tushdi. Nima qilganinglar bu? Shunchalik ham ozor berasizlarmi o'tgan odamga deb turdi. Aki bersam yonimda o'tirgan ayol aytadi. Unaqa demang, otinoyi. Men bularni amma xolasi bo'laman. Yoshim katta. Otasining yuzini yoriq qilyapti deydilar. Otaning yuzi qancha qiz kuchliroq qichqirishi bilan yoriq bo'lmaydi. Qaysi qiz ko'proq shang'illab, ko'proq boshini ko'tarsa, o'sha otaning yuzi yorug', ruhi shod bo'lmaydi. Bir o'tgan otani ketidan 5 mahal namozda turgan, bir o'tgan otani ketidan Qur'on tilovat qilgan, uzoqdan yaqinda turgan qavmi qarindoshini otasidan keyin ham aziz tutib eshigini ochgan. O'sha otasini jigari bilan bordi keldi qilganlarni otasining ruhi shod bo'lar ekan. Onam o'tdi nima qiling endi, dedi payg'ambarim alayhisalom aytdilar. Onangdan keyin ruhi shod bo'lsin desang, onangni dugonasiga, xolalaringga qara, tog'alaringga qara dedilar. Otamdan keyin otamning ruhi shod bo'lsin desang, amakiga, ammaga qara. Otangni do'sti yoriga qara.